Katta uy qidirayotgan bo'lsangiz, bu videoni umuman o'tkazvormang. Aynan siz qidirgan uy bo'lishi mumkin. Do'stlar, sizlar uchun yangi Novostroyka domda birinchi qavatdan duplex variantda juda ham shekarli kvartira topib qo'yganmiz. Birinchi uyni ko'rsatamiz, manzilni oxirida aytib o'taman. Qarang, bu tomon tashqaridan kirish qismi 100% pishig'ishli dom. Patolonlari ham balandgina, remontlariga o'zingiz alohida baho berib qo'yasiz. Ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Bu tomonda birinchi hojatxonasi joylashgan, aresto o'rnatilgan, kafellar qilingan, oyoq taglari esa bu yerlar istiqbol qilingan. Qarang, sifatli mebellardan foydalanilgan. Bu yer umumiy sanuzil kafellar qilingan holatlari ideal darajada. Qarang. Xo'p, Attachento uslubida remont qilingan. Bu yer esa yotoqxona qismlari, yotoqxona mebellari, shkaflar qo'yilgan, qoldiriladi. Televizion zonalargacha mavjud. Xonalarga radiatorlar ilingan. Bu ikkinchi xonasi, zal ko'rishingiz mumkin. Qarang, holatlarini ideal darajada, juda ham chiroyli holatda. O'zimga ham juda ham yoqdi. Lyustralarni ham chiroylisidan tanlashgan ekan. 15 tagacha mehmonni bemalol mehmon qilsangiz bo'ladi. Televizion zonalargacha mavjud. Tepa qismi 78 kvadrat maydonga ega. Past qismi esa 156 kvadrat. Bu yer oshxonasi, oshxonani ham qarang, krashilli mebellar qo'yilgan, radiatorlar ilingan, muzlatgichlargacha mavjud, stol qo'yib o'tiradigan joylargacha qilsangiz ham bo'ladi. Endi pastni ko'rib chiqamiz. Tushish qismi bu tomonda. Qarang, juda ham chiroyli holatda. Mana endi pastki qismini ko'rib chiqamiz. Qarang, pastki qismi undan ham zo'r. Qarang, juda ham chiroyli remont qilingan. Bir xil tepa yo'pasi. Nimaga pastni zo'r qil deyapman? Qarang, bu yerda chiqish qismi, ya'ni alohida kirib chiqsangiz bo'ladi tomonga. Xo'p, hol qismlari qarang, bemalol ikkita oila ham bemalol yashasa bo'ladi. Pastda 5 ta xona, ya'ni 156 kvadrat maydonga ega. Remontlari juda ham zo'r. Birinchi xonasi bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qarang, xonalari ham katta-katta. Hech qanday bir havo aylanmaydi degan joyi yo'q, chunki romlar mavjud, ya'ni fortuchkalar, televizion zonalargacha qilingan. Pastki qismlari, ya'ni oyoqdagi to'liq istiqbol bilan jihozlangan. Ya'ni podval qismi. Bu yer yana bitta xona, remontlarni ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi holatda. Bu yerda yana bitta xona mavjud. Bu yerda kladovkaga foydalansangiz bo'ladi. Endi bu tomonga o'tamiz. Bu yer esa katta zalga o'xshab turibdi. Qarang, ko'rishingiz mumkin, kattagina. Bu yerda ham bitta katta xona mavjud. Faqatgina hozir bu yerda ortiqcha narsalar bor ekan. Xo'p, bu yerda qarang, bu tomonni ko'rsatamiz. Bu yerdan ko'cha qismiga kirib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni kirib chiqish qismi bu yerdagi ham alohida, to'g'rida yana bitta bor. Ya'ni pastda ikkita kirib chiqish joyi mavjud. Manzil esa Vai Shodiyonada katta yo'l bo'yidan atiga 100 metr ichkarida. Xo'p, pastda 156 kvadrat maydonga ega. Ushbu kvartira egalar tomonidan $82,000 baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar quyida raqamga aloqaga chiqa olasiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham zo'rlarini eshitib olamiz.